Hammaga assalomu alaykum. Bugun O'zbekistonda rivojlanib borayotgan Dairy Broker'dan qanday qilib registratsiyadan o'tish va balans to'ldirish haqida gaplashib o'tamiz. Saytda manziliga keladigan bo'lsak, opsiyani yozib qoldiraman. Xo'sh, bo'lmasam boshladik. Birinchi bo'lib открыть demo счет. Email yozamiz birinchi. Xo'sh, я принимаю правила условий. Открыть demo счет. Xo'sh, bizning elektron manzilimizga bu SMS jo'natdi. Elektron manzilga o'tib tekshiramiz. Xo'p, mana bizga SMS keldi. Подтвердите почту. O'zbekiston, гражданство O'zbekiston. Buradan O'zbekiston deb yozsak o'zi chiqadi. Следующий. Parol qo'yamiz dedi. Bizga mana bu menyu kelib chiqdi. Birinchi bo'lib biz nima qilamiz? Начать торговлю. Следующий demo. Okey, demodan reallikka o'tamiz birinchi bo'lib. Открыть добавить счет. Birinchiga bosamiz. Добавить счет. Dollarga birinchi счетda aytib qolamiz. Bizlarda pul yechishimiz, pul chiqarishimiz, pul kirgizishimiz hammasi dollarda bo'ladi. Следующий imya. Birinchi imya yozamiz. Ismlaringiz bu yerda. Familiya. Data рождения. Istalgan bo'lishi mumkin. Nomer kirgizamiz bu yerda. Okey. Следующий. Xo'sh, keyingi bo'limga keladigan bo'lsak, bu bo'limda o'zingiz yashash manzilingizni tasdiqlovchi hujjatlarni to'ldirganingiz ma'qul. Bu hujjatni qayerdan olishingiz mumkin? my.co.uzdan olishingiz mumkin. Saytga birinchi bo'lib kirgandan keyin shunaqa bo'lim chiqadi. Spravkaga kirsak agar, bizlarda yashash manzilimizni tasdiqlovchi hujjat mana ikkinchida turibdi. Ikkinchidagini bosib, получить услугу. Siz bu saytga registratsiyadan o'tgan bo'lishingiz kerak. Registratsiyadan o'tib, buni olish qiyin emas, o'zi bir ikki narsa bilan hal bo'ladigan narsa. Shu orqali bu yerdagi polda dalillarni to'ldirsangiz bo'ladi. Birinchi adresga o'zimizni masalan biror nima deb yozishimiz mumkin. Masalan, Ohangaron tumani bo'lishi mumkin. Keyingi qishlog'ingizning nomi bo'lishi mumkin. Nurafshon MFY. Город Oqtepa bo'lishi mumkin. Tuman nomi. Viloyat esa bu yerda belgilanadi. Samarqandda belgilab qo'yamiz. Pochta indeksni qayerdan olamiz? Masalan, bu yerda yozamiz. Samarqand pochta indeks. Pochta indekslar birinchi saytga kiramiz. Samarqand libo o'zizga aloqador bo'lgan birorta pochta indeksi olasiz, yangisi ikkinchi bo'limga joylashgan bo'ladi. Kopirovat qilamiz. Xo'sh, joylashtiramiz. Следующий. Ikkita bo'lim tanlaymiz. Добавить счет. Xo'sh, bizning shotimiz tayyor bo'ldi. Pochani bosamiz. Birinchi bo'lib sizlarga tushuntirib o'tadigan narsam, derivda biror bir pul kirgizish bilan pul chiqarishda muammo bo'lmasin desalaring agar, birinchi bo'lib adresni tasdiqlab olsalaring o'zlaring yaxshi bo'ladi. Boyagi narsa MyGo'dan oladigan hujjatlaringizni bu yerga joylashtirasiz. Uni rasm formatdami o'zi saqlab qolsangiz bo'ladi. She'dan joylashtirib qo'ysangiz maqsadga muvofiq bo'ladi. Yana keyingi bo'lim mana o'zingizni masalan biz O'zbekistonda yashaymiz. O'zbekiston. Следующий. Xo'sh, bu yerda ID karta yoki pasport yoki yaponimayni bosib
Bo'ldi, pasport mana travel litsenziya, birinchi pasportda bosib, sizga pasport bo'lsa pasportga kiritasiz yoki nima ham bo'laveradi, haydovchilik guvohnomasi ham bo'laveradi. Xo'p, bularni o'tkazaveraman. Bular hozircha bizga kerak emas. Keyingi qiladigan ishimiz bizlarda Traders Hub'ga o'tib, MetaTrader platformasiga shot ochish bo'ladi. Bu yerda 3 xil shotlar bor. Forexga ishlayman desangiz, agar o'rtadagi shotni nima qilsangiz bo'ladi, ochsangiz bo'ladi. Agar o'zini indekslar bilan base swap, ya'ni siz kunlikdan kunlikka o'tadigan zelkalaringiz uchun siz pul to'lamayman desangiz, agar 3-bo'limni tanlasangiz bo'ladi. Bizga eng qulayi bu birinchi bo'lim. Men o'zim ham shunda ishlayman. Открытni bosamiz. Birinchisini tanlaymiz. Birinchisi nima? Bu hech qanaqa bir nimalari yo'q. Farqlari yo'q. Bu Bitsent. Bunga ishlash qulay. Boshiga shunga ishlashni maslahat qilaman. Следующini bosamiz. MetaTrader 5 platformasi uchun parol qo'yamiz. Bu parolni biron joyga yozib qo'yishingizni maslahat beraman. Unday deganda esingizdan chiqib ketsa ham, bu narsani tiklash uchun email orqali tiklanadi. Xo'sh, mana parol kiritib olamiz. Bu MetaTrader 5 platformasi uchun parol. Создать tarif MetaTrader 5. Bo'ldi mana. Xo'sh, keyingisiga keladigan bo'lsak, keyingi qiladigan ishimiz biz kassaga kiramiz. Kassa bo'limiga kirganimizdan keyin bizda birinchida poponib turadi. Biz birinchi bo'lib shotimizni to'ldirib olishimiz kerak. Shotimizni to'ldirish uchun biz birinchi bo'lib endi ko'pchilik ishlatadigan kredit karta, ya'ni Visa kartalari bilan to'ldiramiz. Xohlasangiz agar Bitcoin, xohlagan kriptovalyutalarda to'ldirishingiz mumkin. Lekin biz birinchisini tanlaymiz. Nima deganda bizda Visa karta bor. Visa karta 3-sida turibdi. 3-sida turibdi. Men oldin bu karta bilan ishlaganman, o'zimning kartam bilan. Shuning uchun hozir avtomatik saqlanib bo'lib turibdi mana kartam. Bu yerga o'zingizning kartangizni nomerlarini yozasiz. Yozgandan keyin amal qilish muddatidan keyin CVK kod so'raydi. CVK kodni ham yozasiz. Bu kartaning orqasida bo'ladi. 3 talik. Keyin qancha summaga to'ldirmoqchisiz, qancha summaga to'ldirishingizni yozgandan keyin depozit sessiyasi bosgandan keyin bu bankimizni nimasiga o'tib ketadi, linkiga o'tib ketadi. Birdan kod boradi. Kodni yozganimizdan keyin depozit qabul qilinadi. U yoq qiyin emas. Hozir men kartamda pul yo'q, hozir depozit qilib ko'rsata olmayman. Xo'p, bizlarda keyingi qiladigan ishimiz periodga kiramiz. Periodga kirgandan keyin bizda bu yerda depozit qilgandan keyin pul paydo bo'ladi. Bu shunday turishi kerak, shu joyiga. Keyin qaysi platformaga pulimizni perevod qilmoqchi biza? MetaTrader 5 birinchisini tanlaymiz. Bu yoqqa qancha summa depozit qilgan summamizni pastiga yozamiz, perevodni bosamiz keyin. Bo'ldi, u MetaTrader 5 platformasiga o'tadi. Xo'sh, pulni qanday qilib yechaman degan savol tug'ilishi mumkin shu joyda. Pulni yechish uchun birinchi bo'lib MetaTrader 5 platformasini tanlab olganimizdan keyin pastiga qancha summa yechmoqchimiz. Masalan, 83.92 yechib ko'rsataman. Yechildi mana. Bu hali kartaga tushgani yo'q. Kartaga tushish uchun biz ikkinchi bo'limni tanlaymiz. Ikkinchi bo'limga mana visit bo'limiga отправить письмо, ya'ni verifikatsiyadan o'tish kerak bu. Bizning emailimizga сообщение boradi. Xo'p, emailga сообщение kelishini kutamiz. Сообщение keldi. Data yechmoqchi bo'lgan summamiz. Kredit kartaga kirsak, o'zi biz depozit qilgan kartamiz avtomatik saqlanib qo'ygan bo'ladi bu yerda. Bosamiz, отправить. Bo'ldi, bizning pulimiz yechildi. Sizda tarif haqida qanaqangi savollar yoki biror nima qiziqtiradigan bo'lsa, kommentariyada yozib qoldirishingiz mumkin. Hammasiga javob beraman. Keyingi videomiz terida ishlaydigan robotlar haqida bo'ladi. Shu joyda xayrlashamiz. Video foydali bo'ldi deb umid qilaman. Hammaga rahmat.